Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar. Biz hozir Toshkent viloyati Begobod tumani Xos qishlog'ida, biz Xos qishlog'i yoshlik mahallasida. Xos qishlog'i yoshlik mahallasida mana Open budjetda shu yo'llarimizni harakat qilib yutib olgan mahallalar, xudo xohlasa, asfalt bo'lish jarayonini ko'rib turibmiz. Albatta mana chiroyli qilib, tekis qilib, balandgina qilib asfalt qilinish jarayonini ko'rib turibmiz mana. Asfalt qilish texnikalarini oldida mana bu yog'i ham tekis qilingan. Nihoyatda bir metapisok deymizmi, buni chiroyli qilib oldin shag'alini tashab turib, keyin mana orqasidan asfalt qilib kelyapti mana. Mana bu mahallani ko'radigan bo'lsak, bu yoqda ham o'sha ariq bo'yigacha 3 kilometr yutib olingan. 3 kilometr yo'l, ichki yo'llarimiz, mahalla yo'llarimiz chiroyli bo'lib asfalt bo'lish jarayonida. Toshkent viloyati Begobod tumani Xos qishlog'i yoshlik mahallasi. Stadion mahalla deymiz mahalliy tilda. Chiroyli mana. Duo qo'yasizlar, bitta like qo'yamizlar.